Bugungi ishimiz mana Damas avtomashinasi 2015-yil ishlab chiqarilgan. Bu mashinamiz orqasidan Matiz yetib olgan. Ishqilib qattiqroq shikast yetkazgan. Mana krilosi, bagaj osti fartuk qayrilib gaz balloniga yopishib qolgan. Banferlari singan. Xo'sh, bunga qiladigan ishlarimiz orqa bagaj yangi qo'yamiz. Krilon tagidagi fartugini almashtiramiz. Fartugida orqa qismini o'zini qoldiramiz. Mana ko'rishlaringiz mumkin, gaz balloniga kelib tegib qolgan. Udar qattiqroq bo'lgan. Mana gaz trubkalar hammasi yopishib qolgan kelib ballonga. Mashinamiz yuriydi shu holatida. Buni ishini boshlaymiz endi. Mana oldin tortib tayyorlab olamiz. Baribir bu detallar hammasini kesib tashlaymiz uchun oson yo'l bilan tayyorlab olamiz. Mana ishqilib krilamiz joyiga keldi ancha. Mana endi o'rta qismini tortishni boshladik. O'rta qismini ham tortib olamiz. Mana chetki qismi. Buni ham ozgina kesishga tayyorladik. Mana zaklavkadan ajratib olib tashladik. Mana kriloni kesib yangisini qo'yamiz. Mana orqa kriloni ham olib tashlash jarayonlari. Mana bu ichki qismiga yillar davomiga qumtida bo'lib qolgan ekan, juda ko'p. Bular hammasini olib tashlab, taylarini tozalab, mo'g'ul bilan yog'lab, yangi krilon qo'yamiz. Xo'sh, mana bu yangi krilon olib kelganmiz. Xo'sh, buni qolgan videolarni keyingi qismga qo'yib boramiz.